قال عليه الصلاة والسلام: أيما المسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Agar ikki musulmon bir-birsini uchratsa, ham ularning birisi o'z qardashin qo'lidan olib, ular esenlashalar ekan, shul chog'inda ular Allohni maqtaylar ekan, taralganda ularning ikkisining de bir nindi gunohi da qolmas. Qo'l berib ko'rishuv musofaha. U er kishilarga tug'il. Bizning yurtlarda qo'l berib ko'risha bordik er kishilarga. Ham xotin qizlar da shu hadisga to'g'ri keladi. Ham ular bir-birine qo'l berib ko'rishalar ekan, shu chog'da Allohni maqtaylar ekan. Demak, ular ikkisi taralganda ularning bir nindi gunohi da qolmas. Ularning bir nindi gunohi da qolmas. Albatta, er bilan xotin qizlar ko'rishga yaramay, qo'l berib. Shit er bilan shit er xotinga, lekin shulay er o'zining xotini bilan da shulay qo'l berib ko'risha ola, ham ular shulay yashasalar, ular da shu hadisga to'g'ri keladilar inshaalloh. Allohu a'lam.